o'tgan umrlarda ichida eng yaxshisi qaysi bir umr desa ko'p odam yoshligim deydi, yoshligimda. lekin unaqa emas ekanda aslida. Qaysi yilda sen mazza qilib zo'r yashagan bo'lsang, o'sha yil yaxshi yil ekan. U masalan bir narsa yetishmovchilik bo'lib, yoshlikda yashagandan hamma sharoiting bo'lib, zo'r yashagan o'tgan yiling ham yaxshida aslida. Bu narsaga zor bo'lmaydi. Biladan to'g'risi shu gapdan bir xafa bir o'zim o'tira olmadi. Masalan, bir o'zim uyimda-da. Hech narsa gapirmayman, indamayman. Kom aytgan gapi. Yosh boladan qaytkim keladi. Oldin yosh paytimdan deymadi, har bir minutda deyman qo'tamoqchiman. Men aytdim, qachon katta bo'lsa, muammolar boshlanadi. Hayot shunday. Endi odamlar oxirgacha qaytgisi keladi. Yoshlikka. Lekin iloji yo'q. Lekin iloji yo'q. Hayotda. Shunaqa hayot beshafqat o'tib ketar ekanda. Hayot o'zi bir kun ekan. Bugunda kecha ketdi, qaytmaydi. Ertaga ham u bormi yo'qmi bilmaymiz. Qaysi kundan o'ylash kerak? Bugun eng muhim o'ylaydigan kun. Ko'pchilikdan bugun o'ylaydi birat. Bugun ertaga indinga o'ylash kerak bu narsa. To'g'ri, bugun o'ylab yashaydi ko'pchilik. Ertaga indinga kelarmi degan narsa. Yaxshilikni bugun qilish kerak. Yaxshilikni ham, ehsonni ham, hamma narsani bugun qilish kerak. Ertaga yaxshilik qilaman desang, ertaga yo sen bo'lmaysan, yo ana yaxshilik qiladigan odaming bo'lmaysan. Mana bugun bir xafabi ko'rasan, bitta farzand, bitta bola bo'ladi. Ishlab yuribdi. Har doimdan topgan puldan 1000 so'mmi, 2000 so'mmi ko'p bo'lsa ham nima deb o'tiradi. Pulim ko'p bo'lsa ota-onalar yordam qilaman. Yo'q, bunaqa emas. Pulim kam paytdan shu olasan, azgina yordam qilib, ularning miyasi tinch bo'ladi, aytadi, o'g'lim de hozir kam pul topyapti, menga yordam qiladi. U ertaga indiga pulingiz ko'p bo'lsa, men mazza qilaman de. Luboy narsa birinchi boshlanadi qilish kerak. Biz ertaga indiga bo'lamizmi, bo'lmaymizmi hech kim bilmaydi. Men bunaqa narsani har doimdan ko'p aytaman. Ali bilganimdan, dadamda o'lganimdan u narsa kutmaganda u narsa shu paydan o'yladim, hamma tanishib yuramiz bir-birimiz. Bir xafa yana orzular bor, niyatlar bor. Bir aytasan, u bilganimdan. Bitta darsa aytib olma, kimdir ota-onalar bor. Shu paydan 1000 so'mmi, 2000 so'mga topgan bo'lsa, beravering. Qachon ko'p bo'lsa ham yana beravering. Shu hayot. Kutib o'tma. Qachon pulim ko'p bo'lsa, ota-onalarga yordam qilaman, ili pul beraman, yo'q. Topgan 1000 so'm, 2000 so'm, ili oyligingizdan 1 million, 2 million oylik paydan olasan, beraversiz. To'ppa-to'g'ri aytyapti. Tushundilaringmi? Pulni ko'p bo'lishini kutish kerak emas, deyapti. Boricha berish kerak. Qancha topsa ham ozginasini berish kerak, baraka bo'ladi. 1 million topgan paydan shu paydan sekin olib berasan. Ertaga milliard bo'lsa, mana 1 million topgan paydan bermaysan. Ertaga endi qachon oyligim 2000 bo'lsa, keyin yordam qilaman ota-onalar. Agar ular yo'q bo'lsa, nima qilasan o'g'ayna? Bilganim o'tirasan. Bir reti uchib ketadi. Bilganim qani, mana ketdi. Yo'q.